ikkinchi qahramonimizni mashhur xonanda keldik. Qanaqa reaksiya qiladilar deb o'ylayapsizlar? Nima deb o'ylayapsizlar? Bilasizmi? Keyingi odamni uyiga kelyapmiz. U kim? Toping. Assalomu alaykum, bratim. Beshigingizga Qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga. Bir yonda ro'zda ro'za pul. Chiqara qoling milsim pul. Milsim pulli bog'i bor, bog'ida anori bor. Anorini ichida shaqirib pullar bor. Oqning otamiz. Bog'araga sargirgan otamiz. Milsim bizsiz ketamiz. Ana shunga keldik. Ke? Xo'sh, Umidaxon uyiga keldik, Ramazonni etdik. Ramazonni etganimizga bizga Umidaxonni xonadonidan har birimizga 100 ming so'mdan Ramazon puli berishdi. Va uni qaytarib berdik. Bildirmasdan kelasizlarmi? Kutmaganmiz. Menga qahramonimiz kim bo'lsin? Kommentga yozib ketinglar va adresini